Aka qarang, mana shu akkauntda 200 mingga oldim-da. Xo'p. Pulga arziydimi yo'qmi? To'shi qara, birinchidan bu akkauntda M96 prakashka yo'q. Ikkinchidan default akkaunt. Nimaga imенно sen 200 mingga bu akkauntni olding? Bu gaplardan keyin To'shi aka QR-kod bersangiz, akkauntimga kirgizaman, bemalol ko'ra olasiz dedi. Mana davay, go'zimda shuni QR-kod tashladim, akkauntga kirgizdi. Prakashkalarni ko'rsa bo'lar, qaranglar. Kalash, oddiy premishniki, kerak 3-level. Qo'yinlar hammasi RP-niki. Ichimda nima kerak bor ekan bunaqa jinnilik qilib 200 mingga olar. Dabdal akkaunt olgandan ko'ra o'sha 200 mingga yoniga misol ozgincha pul qo'shganiga Admiral Savdodan Leding to'rt akkaunt olsa bo'lardi. Yoki-da mana yaqqol misol, qarang mana post bugun qo'yilgan Leding 5 UMP full manimcha yubiley bo'lsa kerak. Shuda narxi 420 ming so'matiga. Bu Admiral Savdo, bu yerda Prime Week, Notic man birga hamkorlikda ishlaymiz. Garantlari ham 3 ta, adminlari ham ko'p. Itoshi. Nima ham deymiz endi? Mayli, ko'raylik akkauntini. Oddiy RP mifklar. Bitta bonus pas olgan ekan. Kaskalar ham normal. Qalovni uburda ham normalniy narsa yo'q deyarli. Ochkilar, maskalar, kiyim-kechak. Ananas bor ekan. Bo'ldi. Ananas pasi ham bor ekan. Oq kiyimlar zerkarli, litso внешка soch yo'q, emotsiya default. Endi esa bu akkaunt eng qiziqarli joyiga yetib keldik. Qaranglar, Lamborghini. Bundan tashqari Dodge. No da, itoshi gap yo'q. Viboringga qoyil. Arziydi. Behazil agar sotadigan bo'lsang, masalan 2 barobar narxdan, ya'ni 400 ming so'mga o'sha akkaunt olib qolaman. Agar sotsang. Nuvaslarini Admiral Savdoga taklif etaman. Ссылка har doimdek kanal biosida va aktualistda bemalol o'tib murojaat qilsanglar bo'ladi. Omad.